alaykum aziz obunachilar. Hyundai servis o'z faoliyatini yana davom ettirmoqda. Andijonga kelganmiz. 1400 Hyundai oldiga bu ekskavatorni strellerda polni vtulka palis qilib berish kerak ekan. Streller taklarini joylarini rastoshka qilib beramiz. Bu tomoniga vtulka moslangan ekan. Olib tashab joyini zavodskiy razmerda ochib beramiz. Xudo xolasa, podiyom silindrlarda ham luftlari bo'lgan. Bularni ham ko'rib beramiz. Vtulkalarni alishtirib, yangidan qilib beramiz. Xudo xolasa. Palislarni ahvolini ko'rishingiz mumkin. Normal yeyilib ketgan. Naplaqqa jarayonlari davom etmoqda. Xudo xolasa, bunday servis doim xizmatingizda bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Joyida xizmat ko'rsatib beramiz.